AQSh o'z fuqarolarini zudlik bilan Eronni tark etishga chaqirdi. Eronda yaqin soatlar ichida internet aloqasi butunlay uzilishi va barcha aviaparvozlar bekor qilinishi mumkinligidan ogohlantirdi. Muzokara natijasi avvaldan ma'lum. Eron urushni tanladi. Endilikda Tehron asimetrik urush va dushmanlarga nisbatan ayovsiz qattiq javob qaytarish siyosatini rasman qabul qildi. Yaman xususiylari Eron tomonida urushga kiradi. Qizil va Arab dengizlarida suzib yurgan AQSh harbiy kemalari xususiylarning asosiy nishoniga aylangan. Moskvada rus generali otib ketildi. Dunyo hamjamiyati hozirda Moskva bu hujumga qanday javob qaytarishini diqqat bilan kuzatmoqda. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti doimgidek video davomidan o'rin olgan. Iltimosimiz, mehnatimizni qadrlagan holatda videoga albatta like bosib qo'ying. Biz esa xabarlarning to'liq tafsilotini e'tiboringizga havola qilamiz. Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik ish stajiga ega ishonchli registratsiya va dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya, uni продление qilish, трудовой договор, uydamleniya, spravkalar, proverka bazalar va yana 20 ga yaqin xizmatlarimiz mavjud. Muhim eslatma, Amini ilovasi ishlamayotgani sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu ishonchli xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Bugun 6 fevral kuni jahon siyosatining diqqat markazi Ummon poytaxti Maskat shahriga ko'chdi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi boshchiligidagi delegatsiya AQSh vakillari bilan yadroviy dastur bo'yicha o'ta muhim muzokaralar o'tkazish uchun yetib keldi. Mazkur uchrashuv joyining so'nggi pallada Turkiyadan Ummonga ko'chirilishi Eronning bu muloqotni 3-tomonlarsiz faqat Washington bilan tor va yopiq formatda o'tkazishga intilayotganidan dalolat beradi. Bugun AQSh va Eron Ummonda to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishadi. Bu 2025-yil iyun oyidagi urushdan beri birinchi bo'lib mojaroning qayta boshlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun so'nggi urinishdir deb xabar beradi The New York Times. Washington Erondan yadroviy dasturni to'xtatishni, raketlarni cheklash va mintaqaviy proksilardan butunlay voz kechishni talab qilmoqda. Eron esa sanksiyalarni yengillashtirish evaziga yadroviy dasturni uzoq muddatli muzlatishga rozi bo'lishi mumkin, ammo butunlay emas. Biroq bu galgi diplomatik uchrashuv nafaqat siyosiy bayonotlar, balki keskin harbiy tahdidlar soyasida o'tmoqda. Muzokaralar arafasida Eron qurolli kuchlari shtabi boshlig'i Abed Raham Musoviyning bayonoti vaziyatni butunlay o'zgartirib yubordi. Musoviyning ta'kidlashicha, 12 kunlik qurolli to'qnashuvlardan so'ng Eron o'zining harbiy doktrinasini mudofaa strategiyasidan voz kechgan holda mutlaq hujumkor yo'nalishga o'zgartirgan. Endilikda Tehron asimetrik urush va dushmanlarga nisbatan ayovsiz qattiq javob qaytarish siyosatini rasman qabul qildi. Ushbu harbiy ogohlantirish fonida Washington ham muzokaralar stoliga Eron uchun o'ta og'ir va murosasiz shartlarni qo'ygan. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh Tehrondan nafaqat yadroviy dasturni butunlay to'xtatishni, balki Eron iqtisodiyotining suyanchi bo'lgan Xitoy bilan energetika sohasidagi hamkorlik aloqalarini butkul uzishni talab qilmoqda. Shuningdek, Washington Eronning raketa dasturi va mintaqaviy ta'sirini cheklashni o'zining strategik maqsadi deb belgilagan. Muzokaralar boshlanish arafasida Arab dengizi hududida AQSh harbiylari tomonidan Eronga tegishli dronning urib tushirilishi esa vaziyatning naqadar portlash xavfi ostida ekanini ko'rsatmoqda. Bu voqea Washingtonning harbiy bosim orqali o'z shartlarini o'tkazishga tayyorligini anglatsa, Musoviyning bayonoti Tehronning har qanday taziqqa harbiy kuch bilan javob berishini anglatadi. Shunday qilib, Maskatdagi uchrashuv shunchaki diplomatik muloqot emas, balki ikki tomon o'rtasidagi eng xatarli strategik kurash maydoniga aylandi. Diplomatik murosa va hujumkor doktrina o'rtasidagi bu muvozanat mintaqani yo yangi tinchlik bitimiga yoki yanada kengroq ko'lamli harbiy to'qnashuvga yetaklashi mumkin. Yaqin Sharqda soat millari katta urush tomon jadal harakatlanmoqda. AQShning Erondagi virtual elchixonasi tomonidan chiqarilgan Eronni hoziroq tark eting degan shoshilinch chaqiriq shunchaki xavfsizlik chorasi emas, balki yaqinlashib kelayotgan harbiy amaliyotning dahshatli debochasi sifatida ko'rilmoqda. Voqealar rivoji shuni ko'rsatmoqdaki, Washington Maskatdagi muzokaralar natijasini oldindan biladi va diplomatiyani shunchaki harbiy zarba oldidagi so'nggi rasmiyatchilik deb hisoblamoqda. Diplomatiya emas, ultimatum.
AQShning muzokaralar stoliga qo'ygan shartlari, boyitilgan urandan butunlay voz kechish, raketa dasturini yo'q qilish va Xitoy bilan strategik aloqalarni uzish. Bular amalda Tehronning taslim bo'lishini anglatadi. Prezident Tramp ma'muriyati Eronning bu o'lim shartlariga rozi bo'lmasligini yaxshi biladi. Shu sababli muzokaralar boshlanish arafasida o'z fuqarolarini evakuatsiya qilish haqidagi buyruq Washingtonning diplomatik yechimdan umidini uzgani va qurollarni shaylab qo'yganidan dalolatdir. Ekspertlarning fikricha, AQSh va Eron o'rtasida harbiy to'qnashuv kelib chiqishi ehtimoli 75% ga yetgan. AQSh hukumatı o'z fuqarolariga hukumat yordamiga tayanmagan holda chiqib keting deb buyruq berishi yaqin kunlarda Eron osmon va dengiz yo'llari butunlay yopilishi yoki harbiy harakatlar maydoniga aylanishi mumkinligidan ochiq signaldir. Davlat departamenti vaziyatning naqadar jiddiyligini ko'rsatuvchi navbatdagi ogohlantirishni e'lon qildi. Rasmiy Washington Eronda yaqin soatlar ichida internet aloqasi butunlay uzilishi va barcha aviaparvozlar bekor qilinishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bu kabi choralar odatda keng ko'lamli havo hujumlari yoki kiber operatsiyalar boshlanishidan bir necha soat oldin amalga oshiriladi. Tehron ham bo'sh kelmoqchi emas. Eron qurolli kuchlarining mudofaadan hujumga o'tdik degan bayonoti va Yamandagi xususiylarning AQSh kemalariga zarba berish uchun shay holatga keltirilishi vaziyatni yanada portlash xavfi ostida qoldirmoqda. Eron o'z suverenitetidan voz kechishdan ko'ra mintaqadagi barcha AQSh nishonlariga va Isroilga qaytarib bo'lmas zarba berishni afzal ko'rmoqda. Washingtonning so'nggi harakatlari diplomatik uchrashuvdan emas, balki bo'lajak harbiy amaliyotdan ko'proq darak bermoqda. O'z fuqarolarini chiqarib ketayotgan, armadasini safarbar qilgan va bajarib bo'lmas shartlarni o'rtaga tashlagan AQSh haftadan Moskvadagi uchrashuvni shunchaki biz tinchlikni sinab ko'rdik, endi navbat qurolga deyish uchun o'tkazilayotganga o'xshaydi. Agar shunday bo'lsa, dunyo yaqin sharqdagi eng yirik harbiy to'qnashuvlardan birining arafasida turibdi. Yaqin sharqdagi harbiy taranglik yangi o'ta xatarli bosqichga ko'tarildi. Isroil xavfsizlik kuchlari va razvedka xizmatlari Yamandagi husiylar guruhining har qanday daqiqada keng ko'lamli hujum boshlash ehtimolidan jiddiy tashvishda. Isroilning Kan davlat teleradio kompaniyasi bergan xabarga ko'ra, husiylar mintaqadagi kuchlar muvozanatini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan zarba berishga shay holatga keltirilgan. Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezidagi noqulayliklarni kamaytiradi, jinsiy faollikni qo'llab-quvvatlaydi va organizmning tabiiy quvvatini tiklaydi. Atigi 5-7 kun ichida sezilarli o'zgarishlar. O'zingizni yengil, baquvvat va ishonchli his eting. Muammolaringiz ortda qolishi uchun endi uzoqqa borishingiz shart emas. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Buyurtma berish uchun hoziroq ekraningizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Isroil xavfsizlik tizimi rasmiylari bir necha muhim omillarni ochiqladi. Unga ko'ra, agar AQSh tomonidan Eronga qarshi har qanday harbiy bosim yoki hujum amalga oshirilsa, husiylar bunga Isroil hududiga bevosita zarba berish orqali javob qaytaradi. Yamandagi ishonchli manbalar husiylar allaqachon o'zlarining raketa va dron arsenalini strategik nishonlarga yo'naltirish maqsadida faol harakatga keltirganini tasdiqlamoqda. Bu safar nishon faqat quruqlik bilan cheklanib qolmaydi. Dengizdagi xavf AQSh harbiy kemalari nishon ostida. Washingtonga yetkazilgan tezkor razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Qizil va Arab dengizlarida suzib yurgan AQSh harbiy kemalari husiylarning asosiy nishoniga aylangan. Yamandagi qarshilik ko'rsatuvchi fraksiyalardan biri tomonidan taqdim etilgan hisobotlarda aytilishicha, husiylar AQSh flotiga qarshi qayta uyg'onish hujumlarini rejalashtirmoqda. Bu hujumlar asosan uzoq masofali raketlar va portlovchi moddalar bilan jihozlangan dronlar yordamida amalga oshirilishi kutilmoqda. Yamandagi ishonchli manbalarning xabar qilishicha, husiylar o'zlarining dron va raketa arsenalini Qizil va Arab dengizi sohillari bo'ylab strategik nishonlarga allaqachon yo'naltirib bo'lgan. Bu esa Washington uchun dengiz yo'llari va mintaqadagi bazalarning butunlay yopilib qolish xavfini tug'diradi. Isroilning taxminlari va xavfsizlik choralari Isroil hukumati husiylarni shunchaki mintaqaviy guruh emas, balki birinchi bo'lib zarba beruvchi terrorchi kuch sifatida ko'rmoqda. Isroil harbiylari AQShning Eronga nisbatan har qanday harakati zanjir reaksiyasini yuzaga keltirishidan xavfsiramoqda. Bunda husiylar Washingtonning har qanday qadamiga Isroil shahar va portlarini o'qqa tutish orqali javob berishini o'zlarining asosiy vazifasi deb bilishadi. Vaziyatning qaltisligi hozirgi vaqtda Yamandagi hususiy tarafdorlar tomonidan o'tkazilayotgan ommaviy namoyishlar va harbiy safarbarliklar ularning jiddiy niyatidan dalolat bermoqda. Strategik nuqtai nazardan husiylarning bu qadar faollashishi Qizil dengiz orqali o'tadigan xalqaro savdo yo'llari va AQShning mintaqaviy xavfsizlik tizimi uchun bilvosita tahdiddir. Dunyo hamjamiyati
har qanday tasodifiy zarba keng ko'lamli mintaqaviy urushga aylanib ketishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Bugun 6 fevral kuni ertalab Rossiya harbiy razvedkasining eng nufuzli vakillaridan biri general-leytenant Vladimir Alekseyevga nisbatan Moskva shimoli-g'arbida joylashgan turar joy binosida suiqasd uyushtirildi. Noma'lum shaxs generalni o'z uyining poyezdida poylab turgan va u chiqishi bilan uning ortidan bir necha bor o'q uzgan. Kreml buni Ukrainaga aloqador deb hisoblamoqda. Tergov qo'mitasi vakili Svetlana Petronkaning xabar berishicha, qotil voqea joyidan qochib ketishga muvaffaq bo'lgan. General Alekseyev zudlik bilan shahar shifoxonasiga yetkazilgan. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, uning ahvoli o'ta og'ir deb baholanmoqda. Rossiya maxsus xizmatlari poytaxt bo'ylab Siren rejasi asosida keng ko'lamli qidiruv ishlarini boshlagan. Biroq hozircha hujumchining shaxsi aniqlanmagan. Vladimir Alekseyev kim bo'lsa? Alekseyev oddiy general emas, u 2011-yildan buyon GRU boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimini egallab kelmoqda va quyidagi muhim operatsiyalarning boshida turgan. Suriya va Ukraina Rossiyaning ushbu mamlakatlardagi harbiy razvedka operatsiyalarini bevosita muvofiqlashtirgan. Wagner isyoni 2023-yilda Yevgeniy Prigojin bilan muzokaralar olib borish uchun yuborilgan asosiy shaxslardan biri edi. Xalqaro sanksiyalar Salisburydagi Novichok bilan bog'liq zaharlanish hodisalarida ayblab, sanksiyalar ro'yxatiga kiritgan. Siyosiy fon, tinchlik muzokaralari va suiqasd. Ushbu hujum o'ta qaltis vaqtda Rossiya va Ukraina delegatsiyalari Abu Dabida tinchlik muzokaralarini o'tkazib, ma'lum ilgarilash haqida bayonot berganidan bir kun o'tib sodir bo'ldi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov sodir bo'lgan voqeani muzokaralar jarayonini izdan chiqarishga qaratilgan provokatsiya deb atadi va bunga Kiyevni aybladi. Muhim fakt. Alekseyevning bevosita boshlig'i GRU rahbari Igor Kostyukov aynan Abu Dabidagi muzokaralarda Rossiya delegatsiyasi tarkibida ishtirok etayotgan edi. Tizimli inqiroz. Rossiya generali nishon ostida. Ushbu suiqasd Rossiya xavfsizlik tizimining poytaxtda ham yuqori martabali harbiylarni himoya qila olmayotganini ko'rsatmoqda. Dekabr oyida bosh shtab bo'lim boshlig'i Fanil Sarvarov avtomobil portlashi natijasida halok bo'lgan edi. Rossiya harbiy blogerlar va ekspertlari buni xavfsizlik xizmatlarining sharmandali sustkashligi deb atamoqda. Dunyo hamjamiyati hozirda Moskva bu hujumga qanday javob qaytarishini diqqat bilan kuzatmoqda. Bizda hozircha shular, voqealar rivojini aynan bizning kanalda kuzatib boring. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yishni, muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Biz yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.